Jin va sehr zararidan birgina oyat bilan xalos bo'lish siri haqida. Qutbul Irshodda kelishicha, kimki jinlar g'oratidan yoki sehr zararlaridan aziyat chekayotgan bo'lsa, Hud surasining 56-oyati bilan undan xalos bo'lishi mumkin. Ibn Abu Xotam Yahyo bin Said radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Kim dushman makridan xafta bo'lsa, yoki 7 uruvchi, bular orasida sehr jodu ham bor, yoki shayton hillalari tahlikasida bo'lsa, bu oyatni o'qisa Alloh unga najot beradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inni tawakkaltu ala Allohi robbi va robbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhu bin nasiyatiha. Inna robbi ala siratim